Maxler brendining AKG mahsuloti. Internetdan, aniqrog'i YouTubedan AKG Maxler deb qidirganimda bu mahsulot haqida deyarli ma'lumot chiqmadi. Qisqacha qilib tushuntirishga harakat qilaman. Qanaqadir xatoliklar bo'lsa, oldindan uzr so'rayman. Tarkibini ko'rishimiz mumkin. Alfa-ketoglyutar kislotasi. Bu tanamizda tabiiy ravishda mavjud bo'lgan muhim organik kislotalardan biri hisoblanadi. Organik kislota aminokislotalarning biosintezida asosiy rol o'ynaydi. Hujayra energiyasini uzatish jarayonida muhim tarkibiy qismlardan biri hisoblanadi. Protein sintezini ham rag'batlantiradi. Sportchilar, fitness bilan shug'ullanuvchilar uchun juda ham zarur bo'lgan ozuqa. AKG haqida yana qo'shimcha qilib qisqaroq qilib ma'lumot berayin. AKG qon tomirlarini kengaytirishda, ozuqa moddasini mushaklarga yetib borishi, mushaklarni kislorod bilan to'yintiruvchi vosita ham hisoblanadi. Mushak massasini ushlab turmoqchi bo'lganlar, mushakni rivojlantirib, o'stirmoqchi bo'lganlar uchun ham AKG tavsiya qilinadi. Effekti juda ham yuqori bo'ladi. Undan tashqari yana qo'shimcha qilib oshqozon ichak trakti hujayralari uchun ham asosiy energiya manbai bo'lib xizmat qiladi. Ularning salomatligi va funksionalligini saqlaydi. Xullas, mana shunaqa ma'lumotlar. Qayerdadir noto'g'ri ma'lumot berib yuborgan bo'lsam, oldindan uzr so'rayman. Onlayn ravishda ham zakaz bersangiz bo'ladi. O'zbekiston bo'ylab dastavka xizmatimiz ham mavjud.